Gaz zapravka bor. Benzin zapravka bor. Moyka bor. Moyka bor. Avtoservis bor. Bu yoqqa endi biz nima qilishimiz kerak? Avtosalon. Avtosalon qilsak, bo'ldi, muammo yo'q. Benzinga ham kirib ketaverishadi, mashinani yuvib ham beraverishadi, top-toza bo'ladi. Servisdan ham muammo bo'lmaydi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Oho, juda katta joy. Necha sot hidi bu joyimiz? Qanasini 25 sotu. 25 sotu. Premogolniy forma. To'g'ri to'rtburchak. Fasadimiz 32 metr. Mana bu Yangi hayot Kuruk. Abu Sahiydan kelaverishimiz, Sergeli mashina bozoridan kelaverishimiz, Yangi hayotga ketaverishimiz. Juda qulay raziyasi. Juda lokatsiyasi bo'yicha bir joy bo'libdi. Novostroykalarning ko'pligini qara. 1 novostroyka, 2 novostroyka, 3 novostroyka, 4, 5. Bu yoq tarafimizda 6, 7. Oho, novostroykalar juda ko'p. Bu yoqqa nima qilamiz endi? Endi katta zdaniya qurish kerak. Katta zdaniya quramiz, 5 etajli. Polnotsiyada foydalanish kerak. Maksimal darajada foydalanish kerak. Birinchi etajini avtosalon qilamiz. 1-2 qilamiz. 1-2 ni avtosalon qilamiz. Tepada ikkinchi etajda ofislarni o'tiradi. Aha. Birinchi etaj. Podvoliga servisini qo'ramiz avtosalonni. 5%. И 3, 4, 5 ligi shuncha dom bor-ku, hammasida bolalar bor maktabga chiqadigan. Uchebniy sentr qilamiz, maktab qilamiz, bog'cha qilamiz. Eng tepasini tepada terrasa bilan kafe qilamizmi qanaqadir? Terrasa bilan Sergelini sentrida deb turib bitta знаменитый qaysidir restoranni qilamiz. Narxi necha pul bo'ldi? Tak, sotuga 59 mingdan so'ralyapti. 59 mingdan so'ralyapti. O'tib beradigan joy bor, to'g'ri to'rtburchak. Xullas, tayyor biznes planni ham o'zimizda tuzib qo'ydik-ku mana shu joyda. Mana biznes plan tayyor. Kelasiz, 1-2 hafta salon, servis, proyekt ham chizdirib qo'yganlar, akam qo'shib beraveradilar. Bo'l. Primoy akamning nomerlarini yozib qoldirdim.